Assalomu alaykum hammaga. Bugun men sizlarga Daiso va Livian'dan olgan покупкаларым haqida obzor qilib bermoqchiman. Конечно, mushugimni ko'rib turganlaringiz Sofiya bilan. Sofiya. Birinchi navbatda Sofiya yonimizda o'tirgani sababli Sofiyadan boshlaymiz. Daisodan olgan. Birinchi navbatda shunaqangi mushuklar uchun cho'milgandan keyin qurinish uchun shunaqangi kiyimcha. Sofiya bo'bullay. Hozir kiygizib ko'ramiz. Mana shunaqangi. Aras. Sofiya va Sofiyani eng yaxshi ko'radigan suyuq ovqatlardan biri. Qashqni o'g'irlab. Supka. Unga qo'shib. Shunaqangi qoshiqchasini ham olganman. Hozir qoshiqchasini berib ko'ramiz. Qashqni o'g'irlab. Faqat ovqatga keladi bu. Sizlarning mushuklaring ham shunaqami? Hozir. Mana shunaqangi qo'shiqcha. Shunaqangi qo'shiqchasiga solib Raki. Gel. Hop, undan keyin Sofiyaning o'yinchog'i. Sofiyaga qardoyim bir o'yinchoq. Va aynan mushuklar uchun ishlab chiqarilgan sut. Buni ham berib ko'raman. Juda ham yaxshi ko'radi o'zi, bir oldindan olganman. Hop, Daisodan Sofiyaning narsalari tugadi. Endi Daisodagi mashhur mahsulotlardan biri kombucha, sharmusket tamlisi va lime tamlisi. Bular ham juda ham kaloriyasi juda ham past, ozishga va ertalabki shishlarga qattiq yordam beradi. Buni ham keyin obzor qilib ko'rsataman. Va 3 xil Riddle shot. Vichy Cosmetics'tan hammasi 100 dan. Bunisi kollagenlik, bunisi oddiy namlantiruvchi, bunisi tinchlantiruvchi.